Assalomu alaykum hammaga azizlar. Bugungi sotuvga chiqqan xonadonimiz 4-dahada bo'ladi. Ajoyib bir mestada, shahrimizning zo'r mestasida joylashgan 4-dahada 3-qavatda 2 xonali. Xonalari alohida. Meda bilasizlar, suv, svet, gazdan, bog'cha, maktabdan ham muammo yo'q. 4-dahada 3 bog'cha, 3 maktab bor. Shuni o'zinda. Yo'ldan o'tiraman deb yurmaysizlar farzandlaringiz. Xohlagan bog'cha, maktabga berishlaringiz mumkin. Lokatsiyalarni tushuntirib o'tadigan bo'lsak, bu yonimizga Gullandan gelish, Amina do'kon, hurmatli tomoshabinlar. Bu yonda esa Asar to'yxonasi, hurmatli tomoshabinlar, eski mashin bozor, bu yon tarafimizda yana avtodorojni, keyin Gidro kollej, keyin oraqada Narxoz universiteti. Zo'r mestada joylashgan, ham xonalari отдельный, suv, svet, gazdan muammosi yo'q. Hurmatli tomoshabinlar. Shu 100 metr o'ngga yetsangizlar, Olimpiya stadion, Polvon do'kon, Jo'rabey salonlar joylashgan. Azizlar, bu yonda avvalgi eski qaldirg'och magazini. Hurmatli tomoshabinlar. Qani yetkazasizlar, birgalikda ko'rib, danishib o'tamiz. Kvartiramizga ham chiqib keldik, yana girdik. Azizlar, girgandan pirxo'rishli zonalar bu yerda kichkina emas, bu yerda yana pirxo'rishga messalar ham bor. Yani katta pirxo'rishli chiroyli qilib zo'ttirib qo'ysangiz bo'ladi. Ichida qoladigan vajlar ham bor, avtomat kir mashinalari, zalimizdagi televizori, konditsionerlar, oyoqda gilamlar ham qoladi. Xohlasangiz bu vajlarni akitib ham kelishib ham berilaveradi. O'ng tarafimizda birinchi spalniya qismimiz bo'ladi. Bu tarafimizda hojatxona, yuvishxona, keyin oshxona, verandasi. Ve chap tarafimizda esa zal qismi, asosiy mehmonxona, gostinniya. O'ng tarafimizdan boshlaymiz. Spalniyamiz oyoq tillari pol bo'lgan ekan. Divorlardan tonni fonda bir remont qilib berishagazlar. Aynalar yog'och aynalardan, bu yerda damirda yig'istillari ba'zida. Gaz va suvdan muammosi yo'q. Shahrimizning xalq markazi ajoyib bir mestada joylashgan. Maktablar ham yaqin, bu yerda bilasizlar, 4-dahada 3 bog'cha, 3 maktab ba'zida. Dim zo'r yerda joylashgan. Shu yerdan qarab yurgan vatandoshlarimiz bo'lsangizlar, galaslar ustida so'zlashib olaverasizlar. Agar qarindoshlarimiz bo'ladigan bo'lsa, shunday joydan qarab yurgan videoni yuborib qo'yasizlar. Biz orqali gelip joy olsalar, foydamiz degandan xursand bo'lamiz. Hurmatli vatandoshlar. Bir zal qismimiz bo'ladi. 3.10-5.60 razmerda tushgan, divorlardan tonni fon, televizorlari, konditsionerlari qaladan. Birini eshik oynasi yog'och oyna ishlagan. Azizlar, divorlardan tonni fonda turibdi. Eshiklar ham yog'och ishlagan. Hem 3-qavatda, etaj ham zo'r. Bu yerda hojatxona qismi joylashgan. Hojatxonamiz oyoq teglari kafel, divorlardan tonni fonda turibdi. Azizlar, Bedening filtram bor ekan. Rakonalar qo'yilgan, gaz va suv vip, muammosiz gap turibdi. Birimiz yuvishxonasining отдельный oyoqlar kafel, divorlar natonni fon. So'q cho'chiklar ham bor. Bir oshxona qismi bo'lgan, oshxonani verandaga o'tirganlar, bu yerda ovqatlanadigan mesa qilib, düzib qo'ysangizlar ham bo'ladi. Registrlari bor, divorlar natonni fonda. Bir de 6 metrlik veranda qismi, bu yerda baland pol bo'lgan, 2.6 razmerda tushgan. Gaz plitaları bor, mo'ychalari, отопление sistemasi, bedening damir kotellar, rashtinli baqlar, yana kafelam bo'lgan. Hurmatli obunachilar, hurmatli vatandoshlar, kvartiramiz joylashgan lokatsiyasini, mesta положениясini aytib o'tadigan bo'lsak, 4-dahada 3-qavatda 2 xonali kvartira. Ajoyib mestada. Yo'l ham yaqin, 18 yo'l ham. Hurmatli obunachilar. Bu yerda bog'cha maktablardan muammosi yo'q. 3 bog'cha, 3 maktab bor. Xohlagan maktabingizga, xohlagan bog'chaga, hurmatli obunachilar, farzandlaringizni berishlaringiz mumkin. Yo'lda o'taman deb yurmaysizlar. Ham suv, svet, gazdan vip. Shahrimizning bir ajoyib mestasida. Bilasizlar, bu yerdan chiqqan joy ko'p durmaydi, tez sotiladi. Ya'ni kimdir yaqadan bo'lsa, qiziqlardan bo'lsa, gelib üstüne savdalashib olib, zalogini bersa, dokument ham tayyor, doğru notarza boriladan. Kanallarımıza yangilar bo'lsa, like bosib, qo'llab-quvvatlab, poddeşe qilib tursanızlar, hurmatli obunachilar, sizlar qo'ldan kelgancha arzon narxda xonadonlarni taqdim qilamiz. Hammaga sog'lik, omonlik tilamiz. Keyingi roliklarimizda görüşguncha xayrlab qolamiz.